Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 11 ayının sultani Muborak Ramzani kirgandan buyon har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz kollektiv iftor faoliyatlarini uyushtirish orqali ushbu ulug' oy, ulug' kunlarda o'zaro sevgi, ittifoqlik, hamkorlik va shafqatni kuchaytirishga tirishib kelmoqda. Muhojirat qarindoshlarimiz iftorlarda, taravih namozlarida va har bir ibodatlarda Janob Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik, xalqimizga hurlik tilashdi. Xalqimizning hurligi va erkinlik yo'lida shahid bo'lgan aziz shahidlarimizning ro'yiga Fatiha o'qishdi. Janob Allohdan Xitoyning zindonlarida, jazo lagerlarida, majbur emgak maydonlarida azob oqibat chekayotgan sonsizlagan botir azmatlarimizning erkinligiga erishishini tilab duo qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi tashkilotlarimiz tarafidan Muborak Ramzan oyida to'plangan fitr zakotlar Tailand, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya va boshqa ellarda qiyin ahvolda turayotgan qarindoshlarimizga yetkazib berilishga boshlandi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya qatorliq ko'plagan davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz tarafidan uyushtirilgan kollektiv iftor faoliyatlarida Barin inqilobining 33-yilligi va Sharq Turkiston milliy armiyasi qurilganligining 78-yilligi xotirlandi. Barin shahidlarimizning va Sharq Turkiston milliy armiyasi jangchilarining ro'yiga atab Qur'oni Karim va Fatiha o'qildi. Ramzan iyi kirgandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining markazi joylashgan Germaniyaning Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoati har kunidagidek Myunxen Uyg'ur masjidida kollektiv iftor faoliyat o'tkazib, taravih namozini birga o'tab kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim Myunxen Uyg'ur masjidida o'tkazilgan kollektiv iftor faoliyatida qilgan so'zida tovankilarni alayda ta'kidlab o'tdi. İslamiyetning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol qilgan 1949-yildan ta hozirgacha musulmon xalqimizni majburiy dinsizlashtirish va muqaddas islom dinimizning go'zal vatanimizdagi shonliq izini butunlay o'chirish uchun qilmagan vahshiyliklar qolmadi. Bo'libmi vatan ichidagi xalqimizni bo'lish va parchalash uchun diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'tirsida sunniy ziddiyat paydo qilib va fitna urqi chechib, millatimizning javhariy va yetakchilari hisoblangan diniy zotlarimiz bilan ziyolilarimiz o'tirsida dushmanlik paydo qilishga urinib keldi. Shuning uchun mayli diniy zotlarimiz bo'lsin yoki ziyolilarimiz bo'lsin, bir-biriga bo'lgan sevgi, hamkorlik va ittifoqlikni yanada kuchaytirish orqali Xitoyning bu xil suiqasdini gumron qilishi lozim. Faqat da'vo qilayotganlarningla emas, muhojiratga butun qarindoshlarimizning ham diniy alayidligimizni, ham milliy alayidligimizni birga qo'g'dash va ega chiqish majburiyatimiz bor. Xalqimiz ming yillardan buyon e'tiqod qilib kelgan va bu muqaddas yo'lda sonsizlagan shahidlarni bergan islom aqidlarimizni, islomga bo'lgan sevgimizni, musulmonlik g'ururimizni qo'g'dab qilish faqat diniy zotlarimizning emas, balki butun ziyolilarimizning, jumladan avom xalqimizning burchi va majburiyatidan iborat. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining tavranmas prinsipidir. Shuning uchun mayli ziyolilarimiz bo'lsin yoki boshqa sohalarga mansub har qanday shaxslarimiz bo'lsin, musulmon Sharq Turkiston xalqining diniy e'tiqod tuyg'ulariga alayda hurmat qilishi, muqaddas islomning shon sharafini qo'g'dishi, xalqimizning diniy hissiyotini ranjitadigan so'z harakatlardan qat'iy saqlanishi va muhojirat yashayotgan xalqimizning iymonini, diniy alayidliklarini texnik kuchlantirish uchun tirishchanlik ko'rsatishi lozim. Bizni biz qilgan diniy va milliy alayidliklarimizdan voz kechish yoki uni rad qilish mohiyatda o'zimizni, uyg'urligimizni, kimligimizni rad qilganlikdir. Shuni qayta ta'kidlab o'tmoqchimanki, xalqimizning diniy va milliy hissiyotiga hurmat qilmaganlar oldi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining qarshiligiga uchraydi xolos. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining mudiri, elga to'nilgan vatanparvar pedagog Abduvali Ayub apandimning bevosita uyushtirishida Yevropadagi Uyg'ur ona til maktablarining o'quvchilaridan tarkib topgan ekskursiya hay'atining 7 aprel kuni Berlinda boshlagan o'tmishga qaytish nomidagi faoliyati 10 aprel kuni o'smirlarimizning Berlin temiga sezib qoldirgan go'zal rasmlari va imzolari bilan muvaffaqiyatli oxirlashdi. Uyg'ur yosh o'smirlarining Berlin temiga sezib qoldirgan go'zal rasmlari va Sharq Turkistonning oyul tuzliq bayrog'i shaklidagi Uyg'ur degan so'z atrofdagi sayohatchilarning alayda diqqatini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazi tarafidan uyushtirilgan bu qatimki faoliyatning asosiy maqsadi muhojiratga Uyg'ur ona til maktablariga berayotgan 10-15 yosh orasidagi o'smirlarni bir yerga jam qilish va o'zaro tanishtirish, do'stlik o'rnatish fursati yaratib berish, shuningdek vatandan uzoqlarda o'sib yetayotgan bu farzandlarimizga buningdan 100 yillar burun vatanimizning turpan,
Kucha va boshqa joylardan elib kelinib, hozir Berlin muzeylarida saqlanayotgan qadimgi tarix va madaniyatimizga oid qimmatli tarixiy yodgorlik, asar atiqalarimizni ziyorat qildirib, tarix va madaniyatimiz haqida pokitlik dars berish edi. Bu qatimqi faoliyatga Angliya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya va Finlandiya qatorliq 7 davlatdan kelgan 26 nafar o'smir hamda ularga hamroh bo'lib kelgan cho'nglar bo'lib, 30 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, 4 kun davom qilgan faoliyat jarayonida ekskursiya hayiti Abduli Ayub, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Samat Abla, Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban va Berlinda yashayotgan Uyg'ur turkolog va tilshunos doktor Ablat Samat apandilarning bevosita yetakchiligida Berlin muzeysida saqlanayotgan Uyg'ur ming uy rasmlarini, Uyg'ur qadimiy kiyim-kechaklarini, Berlindagi Yahudilar qamalgan lagerlarni va Yahudi qirg'inchiligi muzeyini, Germaniya federal parlamentini va Berlin temini ziyorat qildi. Faoliyat jarayonida o'smirlarimizga Berlinning tarixi, Berlin muzeylarida saqlanayotgan Uyg'urlarga oid asar atiqalar, Uyg'urlarning madaniyat tarixi, 2 dunyo urushida zo'r irqiy qirg'inchilikka uchragan Yahudilarning davlat qurish irodasi qatorliq keng mazmunlarda ma'lumot va leksiyalar berildi. Mazkur faoliyatga yetakchilik qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining mudiri, elga to'nilgan vatanparvar pedagog Abduli Ayub apandim istansimiz qilgan so'zida bu qatimqi faoliyatning nihoyat ahamiyatli o'tganligini, 4 kunlik faoliyat jarayonida yosh o'smirlarimizning har taraflamalik cho'nqur bilimga ega bo'lganligini, o'smirlarimizning va ota-onalarning qiziqishining alohida yuqori bo'lganligini, Qurultay tadqiqot markazining buningdan keyinmi bu xildagi faoliyatlarni uzluksiz davomlashtiradiganligini va faoliyat doirasini Uyg'urlar yashayotgan butun ellarga kengaytiradiganligini ifoda qildi. Amerika Kengash Palatasi Moliya Komitetining Amerika va chet el avtomobil shirkatlari va ularni zapchast bilan ta'minlovchi korxonalarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan munosabatini tekshirayotganligi bildirildi. Amerika ovozining xabar qilishicha, bu tekshirish Amerika Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qarata texmi keng doiralik bir besim shakllantirayotgan bir payt elib berilmoqda ekan. Avtomobil shirkatlarining ta'minlash zanjiri Angliyadagi Sheffield Hallam Universiteti Helena Kennedy tadqiqot markazining o'tgan yil 12-oyda e'lon qilgan dokladdan keyin Kengash Palatasi Moliya Komitetining diqqatini Dokladda Xitoyning Sharq Turkistondagi zapchas ishlab chiqaruvchi korxonalari bilan xalqarodagi dangliq avtomobil shirkatlarining qo'yiq aloqasi borligi oshkorlangan. Amerika Kengash Palatasi Moliya Komitetining raisi Ron Wyden bu shirkatlarning mas'ullariga xat yozib, ularning 11 aprelga qadar Sharq Turkistondagi ta'minlovchi shirkatlar bilan bo'lgan aloqasiga tushuncha berishni talab qilgan edi. Navbatda bu shirkatlarning Ron Wydenga qanday javob berganligi ma'lum emas. Lekin Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, ba'zi shirkatlar Amerika ovoziga bergan bayonotida o'zlarining mahsulotlarining majburiy emgak bilan aloqasi yo'qligi, shundaqli BDTning savdo va kishilik huquq yetakchi prinsiplariga amal qilayotganligini ilgari surgan. Xalqaro avtomobil shirkatlaridan Germaniya Volkswagen shirkatining bayonotchisi Katie Dell shirkatning Xitoyning o'z ichiga olgan dunyoning barliq rayonlarida kishilik huquq mas'uliyatiga nihoyat jiddiy qaraydiganligi, BDTning savdo va kishilik huquq to'g'risidagi yetakchi prinsiplarga qattiq amal qilayotganligini aytgan. Volkswagen Urumchida zavod qurgan birdan-bir chet el avtomobil shirkati bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari uning Urumchidagi zavodini taqashni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin u zavodini taqashni rad qilib kelgan. O yaqinda Urumchidagi zavodning buningdan keyin mahsulot ishlab chiqarmaydiganligi, faqat avtomobil qurashtirish bilan shug'ullanganligini e'lon qilgan edi. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nikolas Burnes 9 aprel Bag'dash torining qurg'uvchisi Akbar Asadning Xitoy doiralari tarafidan tutqun qilinganligining 7 yillik munosabat bilan Twitterda chaqiriq e'lon qilib, ayni vaqtdagi dangliq Uyg'ur torbatlaridan Bag'dash torining mazkur qurg'uvchisini qo'yib berishni talab qilgan. Akbar Asad ayni vaqtda Amerika Tashqi ishlar ministrligining uyushtirishdagi Amerika ziyorati programmasiga qatnashib, Xitoy qaytgandan keyin 2016-yil 4-oyning 9-kuni g'oyib bo'lgan edi. Shuningdan buyon uzun mezgilgacha uning izderki bo'lmagan. Faqat 2 yil avval uning milliy o'chmanlik va milliy kamsitishga qutratqiliq qilish jinoyati bilan ayblanib 15 yil kesilganligi ma'lum bo'lgan edi. Uning Amerikadagi advokat Hadisi Rayhan Asad Akbar Asadning Oqsudagi bir turmaga qamalganligini bildirgan edi. Bosh elchi Nikolas Burnes 9 aprel Twitterda Xitoy va ingliz tillarida e'lon qilgan chaqiriqida bugun Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangda Akbar Asadni turmaga tashlaganligining 7 yillik xotir kuni. Men Akbar Asadning ahvolidan yana andish qilaman va Xitoy Xalq Jumhuriyatini uni ham Xinjiang rayonida xohlagancha tutqun qilingan boshqa barliq mahsulotlarni qo'yib berishga chaqirman degan. Bu Nikolas Burnesning Xitoy hukumatini tunji qitim Akbar Asad va Xitoyning 2017-yil boshlangan cho'ng bostirishda tutqun qilinib, lager turmalarga qamalgan tutqunlarni qo'yib berishga chaqirishi emas.
u buningdan burunmi bu xil chaqiriqlarda bo'lgan. Nikolas Bornes Xitoy hukumatining xalqaro besimiga qaramay, o'zining 2017-yili boshlangan Uyg'urlarning keng ko'lamli tutqun, majburiy emgak va assimilyatsiya qilish siyosatining davomlashadiganligidan bishorat berayotgan bir vaqtda bu chaqiriqda bo'lgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.